Bu Shota Rustaveli ko'chasi. Xabaringiz bor, bu yo'lni kompleks qayta qurish ishlari boshlangan. Bu yerda BRT tipidagi avtobus qatnov qismining o'rtasidan harakatlanadi va quruvchilar ushbu yo'lni qayta qurishda o'zlariga ma'lum bir muddatni belgilab olishgan edi, ammo asfalt ostida yotgan tarix endilikda bu muddatni uzaytiradigan bo'ldi. Bu yerdan tramvayning mana bunday temir izlari hamda shpallari chiqdi. Quruvchilarning bizga ma'lum qilishlaricha, endilikda bu yo'lni qaytadan asfaltga tayyorlash kerak. Bu esa qo'shimcha vaqt talab qiladi. Quruvchilar esa kunduzi hamda kechki vaqtlarda ham ishlashlariga to'g'ri kelmoqda. Boshlang'ich bosqichda geologik tekshiruvlar natijalariga ko'ra bu yo'lda faqat tozalash va asfalt bilan qoplash ishlari rejalashtirilgan edi. Ammo loyiha jarayonida o'tkazilgan qo'shimcha o'lchov va qazish ishlari natijasida yo'l tagidagi qatlamlar biz tanlagan texnologiyaga mos emasligi, zamonaviy va mustahkam yo'l qurilishi uchun yanada chuqurroq asos zarurligi aniqlandi. Shu sabab jamoamiz bilan ushbu hududni to'liq qayta ishlash, eski qatlamlarni butunlay olib tashlash, zamonaviy texnologiyalar asosida mustahkamlashtirishga qaror qildik. Albatta, bu qo'shimcha mehnat va resurslarni talab qiladi. Ish hajmi ortadi va jarayon biroz cho'zilishi mumkin, lekin bu orqali biz sifatli va uzoq xizmat qiladigan yo'l barpo etamiz. Bunday tramvay izlari shahrimizning boshqa manzillarida ham borligini bilamiz. Shuning uchun sizga murojaat qilmoqchimiz. Siz yana qayerlarda tramvay yo'lini asfalt ostida qolib ketganligini bilasiz? Bot manzilimizga yozing.